Hammaga assalomu alaykum. Sayfiyan saytida har xil setlar bor edi. Men kichkina setni olmoqchi edim. Kichkina seti yo'q edi, nalichida. Mana shu seti bor ekan. Hozir birga hammasini tatib ko'ramiz. Bu yerda 6 xil pechoniylar, xushtilli, chakchak, rogalik, paxlava spat, bo'g'irso, bu ham paxlavaga o'xshagan desert. Upakovkaga 5 baho qo'yaman. Juda ham chiroyli, mana bu yerda adreslar, mana bu yerda emblemaligini chiroyli qilib yozishibdi. Hayit muborak deb. Vau. Bizda hamma obzorli choy bilan bo'lardi. Ko'kchayim qolmabdi, shuning uchun issiq suv bilan obzor qilamiz bugun. Birinchi navbatda bo'g'irsodan boshlaymiz. Menga sariyog'da qilingan bo'g'irsolar ko'proq yoqadi. Svejiy bo'g'irsoni mazasi yaxshi, klassik bo'g'irso. Qo'y yog'siz. Endi esa rogaliklarni yeb ko'ramiz. Juda chiroyli bo'lib turibdi. Voy, esim ketdi. Yong'oq ekan. Nimaga yong'oq go'shonka emas, Safiya? Menga yoqqani shakari uncha ko'p emas, приторный emas. Пока что bo'g'irso ham bu ham yaxshi. Kelinglar mana buni tatib ko'ramiz. Dunyoda ikkita gruppa odam bor. Bezeli desertlar yoqadigan, bezeli desertlar yoqmaydigan. Buning ichida beze bor. Menga bezeli desertlar kamdan kam yoqadi. Magizni ham joncha yaxshi ko'rmayman. Bolam yig'layapti. Magazinda sotadigan pechenyelar bor. Upakovkada xuddi shunaqa ekan mazasi. Xushtilini tatib ko'ramiz. Xushtilga saxarni pudra sepishsa yoqmaydi nimagadir. Kimga yoqsa yozib qolinglar izoh. Xushtilga juda ham yumshoq ekan, qarsilldoq emas, bo'kib qolganga o'xshaydi. Xushtili menga uncha yoqmadi. Bu yerda shakar va yong'oq. Opa. Bu bilan buni mazasi bir xil, lekin bundan sal tuxum maza kelyapti. Chunki tuxumni sarig'ini ustiga ko'proq surishgan, o'shani mazasi kelib turibdi. Eng glavniy desertga o'tamiz. Bu chakchak. Chakchak yeyishdan oldin aytib qo'ymoqchiman. Sizdan bitta like, bitta komment va podpiska. Hayitdan oldin menga bitta sovg'a qiling. Chakchakka juda chiroyli. Mana pryanikmi, pechenyemi juda chiroyli qilishibdi. Lekin chakchakka asalga bo'ktirib qo'yishibdi. Hozir ta'mini birga bilamiz. Suv ichib olishim kerak. Bu chakchak kamchilik yoqsa kerak, chunki shakar mazasi shundoq kelar ekan. Menga bunaqa chakchaklar вообще yoqmaydi. Menga ko'proq воздушный chakchaklar yoqadi. Bu yerda faqat shakar solib tashlashgan, chakchak ham botib qolgan. Mehmonga bunaqa podnos olib borsangiz, albatta uyalib qolmaysiz. Lekin har kuni bunaqa narsa yeb bo'lmaydi, chunki oddiy magazin desertlarga o'xshaydi. Eng yoqqani bu bo'g'irso va mana rogaliklar. Xushtili bilan chakchak o'xshamay qolibdi va kelayotgan Qurbon hayit bilan albatta sizni tabriklayman.